Nima uchun ikkinchi ayollikni siz qoralayapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Sababi juda ham ko'p ayollar o'ziga nisbatan ishonchi, samotsenkasi pasayib ketgandan keyin u menga shu ham bo'laveradi degan gaplar bilan ikkinchi ayollikka rozilik berib qo'ygan bo'ladi va umri mobaynida faqat u erkakni kutish bilan kun o'tib ketadi. Sababi erkagimiz o'ziga kerakli bo'lgan energiyani ikkinchi ayoldan olib bo'lgandan keyin mayli 6 oy o'tsin, mayli 1 yil o'tsin, 2 yil o'tsin, hamma ishini bitirib bo'lgandan keyin u ayolga e'tibori kamayadi. U endi o'z oilasiga qaytish yo'lini izlaydi va orada boyaga ikkinchi turmush qilgan ayolimiz eng katta depressiya, stressni boshdan kechirishni boshlaydi. To'g'ri, albatta hamma erkaklarimiz bir xilda deb ayta olmayman, ammo juda ham ko'p erkaklarimiz hayot uchun, albatta ikkinchi hayot uchun, ikkita oilani bir xilda ushlash uchun tayyor emaslar va shuni hisobidan ayollarimiz juda ko'p holatda depressiya, stressga tushib psixologga murojaat bilan chiqishyapti. Hozirgi kunda mana shunaqa muammolarga duch kelayotgan ikkinchi ayollikni tanlagan ayollarimiz, ular masalan tushkunlikka tushib qolgan bo'lishi mumkin, depressiv holatda bo'lishlari mumkin. Albatta bizga murojaat qiling. Bizda yechimi bor.